Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Dünya Uyğur Qurultayı, Xalqara Keçirim Təşkilatı, Kişilik Hüquqini Közetiş Təşkilatı və Xalqara İnsan Hüquqları Mərkəzi qatarlıq 4 təşkilat tərəfindən Cenevədəki BDT zalında ötküzülgən Uyğur irqi qırğınçılıq haqqındakı guvalıq beriş yığını jarayonida Xitoyning BDTdagi vakillar ömügining xodimlari bilan Dolqin Aysa boshchiligidagi Uyğur vakillari o'rtasida keskin kurash yuz berdi. BDT Kişilik Hüquq Komissarligi e'lon qilgan Uyğur vaziyati haqidagi doklad və BDT mutaxassislarining bu doklad haqida e'lon qilgan o'rtaq bayonotini cho'rdigan asosda o'tkazilgan bu qitimqi yig'inga 40 dan ortiq davlatning BDT turishliq vakillaridan sirt, yana Xitoyning BDT turishliq vakillar o'migining a'zolari qatnashdi. Mustabid Xitoy hokimiyatining korona vabosining oldini olish karantin tadbirlarini bahona qilib Sharq Turkistonda Xitoylar bilan Uyg'urlarga qarta qo'sh o'lcham siyosat yurgizayotganligi, karantinaga ilinganlarni davolash va ularni yemak-ichmak bilan ta'minlash jihatida Xitoy ko'chmanlariga alohida e'tibor berib, Uyg'urlarni qasddan ochliqqa va o'limga mahkum qilayotganlik masalasi bu qitimqi yig'inning asosli temalarining biri bo'ldi. Dolqin Aysa va Qalbi Nur Sidiqning guvohligidan keyin Xitoy vakillari darhol norozilik bildirib, ularni yolg'onchilik va saxta pakt o'ydirib chiqish bilan aybladi. Yana shundaqla Dunyo Uyghur Qurultayı bilan birlikda bu qitimqi yig'inni uyushtirgan Xalqaro Kechirim Tashkiloti, Kişilik Hüquqini Közetish Tashkiloti va Xalqaro Inson Hüquqlari Mərkəzini Xitoyga qarshi bo'lgunchi kuch Dunyo Uyghur Qurultayı bilan eg'iz burun yalishib Xitoyni parchalashga urinish bilan aybladi. It is a farce manipulated by Western countries and anti-China separatist forces. And it is in the service of the Western countries' strategy to use Xinjiang to coerce China. Yana bir Xitoy ayol bo'lsa, Dolqin Aysa va Qalbi Nur Sidiqlarning butunlay yolg'on gap qilayotganligini, chet ellardagi Uyg'urlarning hech bir cheklimiga uchirmay vatandagi ota-ona va urug' tuqqanlar bilan telefon va ijtimoiy taratqular orqali ko'rishib turayotganligini ilgari surdi. Victims of extremists, why do you just turn a blind eye to the facts? I would like to see your illustration and testaments. Please show me your illustration and testaments to support your arguments. We will. Thank you. Dolqin Aysa əpəndim onunğa cavaban, mening anam jaza lagerlərdə öldü, akam bilan enim hazır türmədə. Yes, China's mission is make the commitment on the High Commissioner Office assessment. You know, I'm really quite surprised. Just 31 days before High Commissioner issues the release, I was in the plenary section. That time, Chinese delegation and they really give high recognition for the High Commissioners. You know, she did a good job along the 4 years. But after 1 year later, one days later, this report was published. No, it's the Chinese government really attack and also use the social media, government, and everywhere. This is not acceptable, you know. So your theology is that Uyghurs are terrorists. Yeah, on the Chinese government's list, I'm the number 3 top terrorist since 2003. In the whole my life, I have never seen a real gun, real bomb, but I'm the top terrorist, you know. My gun is this. My gun is this. This is because freedom expression. I'm using I'm the German citizen because of the Chinese long arm. I already mentioned my statement. I kick also from the United Nations several times because I'm a terrorist, because of the your liar, because of Chinese use economic power, diplomatic power, misuse international institution, even Interpol. I had the red nose. I was suffering 21 years. Because of that, I detained so many countries. But finally, Interpol recognized this is a political issue. Then my red nose was delayed 2018. But Chinese government continue blaming terrorism. Looks like terrorism. So this is just example, you know. So and another issue, Zumrat I already mentioned. This is the 21st century. Its communication is not problem at all. I can call no immediately call any friends around the world. But last 6 years, I couldn't access my family member. Just Chinese Global Times or some other international media, I learned horrible news from my family. My mother died concentration camp. My father died. My 2 brothers sentenced to life. You know, can you please help me to call to communicate my family member? I really appreciate you. If you can access to my family, I really appreciate you, and it is a good opportunity for me. This is my comment.
Bir hadam bor, telefon nomerini sana beray, sen mening hadamga telefon qilib baq, deb hadisining nomerini hiliq Xitoy ayolga berdi. Xitoy ayol bir qancha qitim Dolqin Aysoning oilasiga telefon qilgan bo'lsa-mu, ammo ilinmadi. Buning bilan hiliq mutam Xitoy ayol rasvo bo'lib quyruqini qisishga majbur bo'ldi. This is my card. Do you have a card? Which NGO? From China China NGO Network. Name is China NGO Network. for international exchange. Exchange. Okay. But you got all information is very wrong. Where did you get it? Where did you get it? Because yeah, it is very wrong. I just wonder, you have been out of China for so many years. No. But my relative. Can you contact the family member? Who's family member? You can call. Can you help me to call my parents? My parents. You said your parents Yeah, died. my brother, my sister, for example. Sure, give me your number. Okay. Thank you very much. Yes, please help. Is this number? Yes. Yeah, I think so. What do you mean? Why you contact? No, because since the last 6 years, I couldn't contact my family members. This is who? This is my sister. Your sister. Yes, my sister. Where is she? She is in Aksu, my hometown. That's it. The set is ringing already. Look, site 5 years. Site 5 years. This is same things. Can you imagine? This is 21st century. This is a wrong number. It's not wrong number. It's not saying the wrong number. This is not reached at the Why moment. cannot be reached? Huh? Why? But it's the same Because for we all of cannot. us. Site 5 years. She cannot. I cannot. We cannot access. This is the problem. That's something wrong with this number itself. No, it's not No, nothing wrong No, with not it. wrong. Why? Because Can you I'm explain- using a Chinese number. Can you know. explain Not why? Why I we cannot- all I cannot don't reach? know. Exactly. So that's why. Please, you are NGO. Should be doing good job. You have to. Sorry. Okay, later. Yeah, talk again later. Please, you have to study good. If you card or your email address, we can send you the all information. Please don't do the Chinese Communist Party's propaganda. Okay. Today Chinese people will suffer a lot. Today Chinese people suffer a lot. Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqin Ayso, Cesur Lager şahidimiz ve Qurultay vekili Qalbinur Sidiq, Qurultay İcraiya Komitetining muavin reisi Turg'unjon Alovuddin, Qurultayning bayonotchisi ve Qurultay Ayollar Komitetining mudiri Zumratay Erkin, Qurultay Tashviqot uchur markazining muavin mudiri Iftixor Abdurashidlardan tarkib topgan Qurultay hay'atining 14-sentabr BDT'da ilib borgan faoliyatlarining tafsilotini stansimizning YouTube kanali tarafidan 15-sentabr e'lon qilgan maxsus xabarlar programmasidan ko'ra olasiz. 12-sentabr Janvada boshlangan BDT kishilik huquq kengashining 51-navbatlik umumiy yig'ini davom qilmoqda. 13-sentabr kuni Xitoyning BDTdagi vakillar o'miga Xitoy paras 20 davlatning qo'llashi bilan birlashma bayonot e'lon qilib, BDTning Uyg'ur vaziyati haqida e'lon qilgan dokladini tanqidlagan. Buningga qarshi bir qism g'arb ellarining BDTda turishliq elchilarimi fikr bayon qilib Xitoyga raddiya qaytargan va BDTga a'zo davlatlarni BDT kishilik huquq oliy komissarligi tarafidan e'lon qilingan dokladda o'ttirga qo'yilgan taklif tavsiyalarga quloq solishga chaqirgan edi. Dünya Uyghur Qurultayı Xitoyning atalmış koronavirusning oldini olish bahonasi bilan vatan ichidagi xalqimizga maqsadlik va planli holda ilib berayotgan ziyonkashligiga norozilik bildirish maqsadida 20-sentabr kuni Janvadagi BDT binosi oldida ilib berilgan birlashma namoyishning tayyorlik xizmatlarini jiddiy ilib bormoqda. 13-sentabr kuni Qurultay bu vaqtda Yevropaning har qaysi ellarda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizga qarta jiddiy murojaatnoma e'lon qilib, Yevropada yashayotgan qarindoshlarimizni vatan ichida zulm ko'rayotgan xalqimizning haq hurmati uchun bir kunlik vaqtini sarf qilib Janvadagi namoyishga aktivlik bilan qatnashishga chaqirgan. 14-sentabr kuni yana BDT kishilik huquq kengashining 51-navbatlik umumiy yig'iniga qatnashayotgan Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Ayso va lager shohidimiz Qalbinur Sidiqlar Janvadagi BDT binosi oldidan videoliq chaqiriqnoma e'lon qilib, Yevropadagi qarindoshlarimizni 20-sentabr o'tkaziladigan bu tarixiy ahamiyatli namoyishga aktivlik bilan ishtirok qilishga chaqirgan edi. Assalamu alaykum aziz vatandaşlar.
biz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Ceneva'daki merkezinin aldıdan sizlerge bir hitap kılmakçı. Haberdar bolvatkanımızdaki vatandaki vatkan videolardan yüreklerimiz parça bulatıdı. Xitay hükümeti karantin tedbirleri arkalık mı Şarkı Türkistan'da yürgüzüp kivatkan erki kırgınçılıkның tipik misallarını bugün halkımız yürgüzüvatıdı. Bu bugün Gulcu'dan başlık Şarkı Türkistan'ın bütün yerlerden kivatkan bu içinişlik vaziyetle Xitay hükümetinin Şarkı Türkistan'daki erki kırgınçılığının bir parçası. Şununla biz bu kırgınçılık karta narazılıklarımızı bildiriş, halkaranın hareket keltiriş maksudida Cenevaga yetip geldik. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Kengeyişi'nin 51. katımlık yığını aldın günüsü başlandı. Biz bir hayat akşam tönegün yetip geldik. Bugün Birleşken Devletler Teşkilatı'nın içindeki faaliyetlerimizden başlayımız. Bizden bir yerde sizlerge demekçi boğunumuz. Bu bulavatkan erki kırgınçılıkını muşup fırsatlarda bütün dünyaya ait uçuk bir şekilde bildiriş, avazımızı anlatış, dünyanın besin bilen Xitayning bol zulmünü ahırlaştırışka çakırık kılış. Şununla 9. ayının 20. günüsü mana şu meydanda Dünya Kurultayı'nın ordulaştırışı bilen bir resim görgezmesi ötküzümüz. Bugün vatanımızda cereyan qatkan körünüşlerden teşkil tapkan ve Xitayning Şinjan sakçı hüccetlerden teşkil tapkan bir resimler bir yerde körgezme kılındı ve 9. ayının 20. günüsü Yenemişi Ceneva'da Metbuat Sarayı'da bir metbuat yığını ötküzüş arkalık Uygur Sotu'nun kararlarını ve yakında Birleşken Devletler Teşkilatı Ali Komisarı ilan kılgan dokulat hakkında bir keng kölemlik metbuat yığını ötküzüp bütün dünya metbuatının dikkatini yani bu Uygur erki kırgınçılığa celip kılmakçı. Şununla ve şu günüsü yana 9. ayının 20. günüsü bütün vatandaşlarımızın bulup mu Avrupa'daki imkaniyeti boğan bütün yurttaşlarımızı Ceneva'ya gelip Muşu Meydanı'nın aldıda bir narazılık namayışına katlaşışına teklif kılımız. Bir yerde bir kamp şahitimiz bizden Kalbinur Sıdık Hanım mı bu Ceneva'daki olduğun faaliyetlerimiz katmış için geldi. Kalbinur Hanım'ın mı bir işe kız gibi anlaylı. Assalamu alaikum. Muhaciratdagi barliq qarindoshlar. Men jazo lager shahidi Qalbinur Siziqdan sizlarga salom. Tajovuzchi Xitoy hokimiyatining vatanimiz Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va yaqinda ilib berayotgan karantin banosidagi qatlamiga qarshi 9. ayning 20. kuni Ceneva vaqti soat 11'da mana shu Ceneva'da Dünya Uygur Kurultayı'nın o'rlashtirishi bilan keng ko'lamli qarshilik namoyishi ilib berildi. Avrupa'da yaşayotgan ve Irak yakındaki kelish imkoniyati bo'lgan barliq qarindoshlarni mana bu Ceneva'da kutamiz. Çokum bu şu namoyish qatnashinglarni umid qilaman. Yani biz hozir mana shu vatanimizdagi şu xalqimizning dardini, şu zulmini anglatish uchun barliq qarindoshlarning qaysi tashkilotning o'rlashtirishini qat'iy nazar çokum hammamiz birlikda o'rtaq tirishib, mo'rni mo'riga tirab, mana shu jangga atlanayli. Biz sizlarni Ceneva'da kutamiz. Hammalarning qatnashishga tilakdoshmiz. Rahmat sizlarga. Yuqorqi chaqiriqdan keyin Gollandiyadagi lager shohidimiz Ömer Bekali va Fransiyadagi lager shohidimiz Gulbahor Xativachilarmi chaqiriqnoma e'lon qilib, Yevropadagi qarindoshlarimizning Dunyo Uyg'ur qurultayining namoyish chaqiriqiga aktivlik bilan ovoz qo'shishga chaqirdi. Biz lager shohidlardan barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarga jiddiy chaqiriq. Tajovuzchi Xitoyning vatanimiz Sharqiy Turkistonda ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va karantin banosi bilan razillarcha yurgizayotgan qatl-nomiga qarshi 2022 yili 9 ayning 20 kuni Ceneva'da keng ko'lamli namoyishga chaqiriq qilamiz. Ochliq qirg'inchiligi Xitoyning yangidan qilgan ishi emas. 1960 yillarda Xitoy ocharchilik banosi bilan 100 minglarcha xalqimizni o'ldirdi. Körüp turupsizlar karantin banası bilen Gulca, Korla, Ürümçi ve Turpallarda yeni bir kıtımlı kırgınçılık elip barmakta. Bulukmu Gulca ve Ürümçideki ahval kişini korktudu. Muşu sebepten biz barliq qarindoshlarni ciddi qarşılık namoyishga chaqiriq qilamiz. Yevropada yaşayotgan ve Irak yaqindan kelish imkoniyati bor bo'lgan barliq qarindoshlarning cho'qim qatnashishini va Uyg'urlik burchini ado qilishini, vatandagi qarindoshlarning dardini anglitishda mo'rini mo'riga tirab, qaysi partiya, qaysi tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar vatan, millat uchun birlikda bu namoyishga qatnashishni chaqiriq qilamiz. Assalamu alaikum hazrat kibar aziz qarindoshlar.
Biz lager şahitlerden barlıq Şərqi Türkistanda qırğınçılıqqa ciddi çağırıq. Tajavuzchi Xitoyning vatanimiz Şərqi Türkistanda ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va garantiya bahanasi bilan razillik yurgizayotgan qatlamga qarshi 2022 9-20 kuni Cenevada keng ko'lamli namoyish qilishga chaqiriq qilamiz. Yevropada yashayotgan va yaqindan kelish imkoni bo'lgan barliq aziz qarindoshlarimizni chuqur qatnashib berishini umid qilamiz va uyg'urlik burchini ado qilishni tashabbus qilamiz. Vatanlik qarindoshlarning dardini anglatishda muriga tirab, qaysi partiya, qaysi tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar vatan va millat uchun birlikda bu namoyish qatnashishni chaqiriq qilamiz va chin yuragimizdan umid qilamiz. Bu qitim Janvada o'tkazilgan birlashma namoyish 20 sentabr kuni Janva vaqti tushishdan burun soat 11 da BDT binosining oldidagi maydonda boshlandi. Shu kuni namoyish bilan birga yana Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur sud kollegiyasi va boshqa xalqaro kishilik huquq tashkilotlari Janva axborot klubida muxbirlarni kutib olish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazadi. BDT binosi oldidagi maydonga maxsus chedir qurilib, Xinjiang soqchi hujjatlari va Xitoyning koronavirusning oldini olish bahonasi bilan vatan ichidagi xalqimizga selayotgan zulmlar namoyon qilingan rasm ko'rgazmasi ichiladi. Müstabid Xitoy hokimiyatining korona vabosining oldini olish karantin tadbirlarini bahona qilib, vatan ichidagi xalqimizni qattiq qamal ostiga ilib, qasdan o'limga tutib berayotganligiga doir vatandan chet elga taralgan ichinishli ko'rinishlar chet ellarda yashayotgan butun qarindoshlarimizni dahshatga tushirdi. Vatan ichidagi qarindoshlarimiz duchor bo'layotgan chidg'usiz zulmga chidab turolmagan muhojiratdagi qarindoshlarimiz maydonlarga to'kilib, turli norozilik harakatlarini elib berish orqali xalqaro jamoatchilikni bu xil vahshiy zulmni to'sib qilish uchun jiddiy harakatga o'tishga chaqirdi. Shame on China! Shame on China! China stop Uyghur genocide! China stop Uyghur genocide! China stop Uyghur genocide! Mana biz namoyishning tayyorligini qilib o'tamiz mana. Ishga kelajak odamlar ketdi, yana kelyapti bu odamlar. Bizning mana emarkan bor mana qolganimizdan o'tgan. China terrorist! China terrorist! Xi Jinping terrorist! Xi Jinping! İnsan hakları nerede? Mazlumlar burada! 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 İnsan hakları nerede? This is Close the concentration camp! Stop the genocide! Stop the genocide! Stop the genocide! Stop the genocide! Ferme mon pied, à ce gouvernement sans cœur, que ces actes ne resteront pas. Qanday bo'ladı? Sizlar qachongacha nomusdan o'lmaysizlar. Nomusdan hech tabiqlarni hatlab o'limidan ashu qo'yib turib to'qancha bir eriz juvon so'ramayotgan, yetim kiyolmayotgan, hatto bizga bu yigit salom ishlamaydigan ashu nomusdan o'lmayotgan ular nomusdan o'linglar. Aziz ko'rurmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.